Assalomu alaykum. Horror Studios kanaliga xush kelibsiz. Oldingi videolarimizda biz o'zbek folklorining dahshatli mavjudotlari, yalmog'iz, alvasti va devlarni chuqur ma'nolarini tahlil qilgan edik. Ular shunchaki ertak qahramonlari emas, balki bizning eng tub qo'rquvlarimizni aks sadosi ekanligini ham ko'rdik. Ammo savol tug'iladi. Ajdodlarimiz bu dahshatlarga qanday qarshi turishgan? Ular o'zlarini va yaqinlarini himoya qilish uchun qanday yo'llarni tanlashgan? Bugun biz o'zbek madaniyatining yana bir sirli qatlamiga, marosimlar va irimlar dunyosiga sho'ng'iymiz. Bu e'tiqodlar shunchaki eskirgan an'analarmi? Yoki ular o'rtasida chuqur psixologik va ijtimoiy ma'nolar yashiringanmi? Keling, birgalikda himoya va xavf o'rtasidagi nozik chegaralarni o'rganamiz. O'zbek xalqida yovuz kuchlardan himoyalanish uchun asrlar davomida shakllangan ko'plab marosimlar va irimlar mavjud. Ularning eng mashhurlaridan biri isrit tutatish. Isritning achchiq tutuni nafaqat xonadonni tozalaydi, balki yovuz ruhlarni haydaydi deb ishoniladi. Bu aslida xonadondagi havoni tozalash va kasalliklarni oldini olishga qaratilgan amaliyotning mistik talqini bo'lishi mumkin. Yoki ko'zmunchoq. Ko'k rangli bu kichik shisha buyum asaddan asraydi deb taqiladi. Bu insonni o'zini himoyasiz his qilishga, o'ziga ishonch bag'ishlaydigan psixologik qalqon vazifasini o'taydi. Tumorlar, ya'ni duolar yozilgan qog'oz parchalarini charmga o'rab taqish ham keng tarqalgan. Ular insonning ma'naviy himoyasini kuchaytiradi. Ayniqsa, alvastidan himoyalanishda temir buyumlar, masalan pichoq yoki qaychi yostiq ostiga qo'yilgan. Temirning sovuq va o'tkir xususiyati yovuz ruhlarni qo'rqitadi degan ishonch mavjud. Bu marosimlar bir tomondan xalqning chuqur e'tiqodini aks ettirsa, ikkinchi tomondan noma'lum xavflar oldida o'zini xotirjam his qilishga yordam bergan. Himoya marosimlari bilan bir qatorda o'zbek xalqida ko'plab taqiqlar va irimlar ham mavjud bo'lib, ularni buzish omadsizlik yoki yovuz ruhlarni chaqirishga olib keladi deb ishoniladi. Masalan, ostonaga qadam qo'ymaslik. Ostona ikki dunyo o'rtasidagi chegara, muqaddas joy hisoblangan. Uni bosish ruhlar olamini bezovta qilish bilan tenglashtirilgan. Yoki tunda hushtak chalmaslik, tirnoq olmaslik. Bu taqiqlar qorong'ulik bilan bog'liq bo'lib, tunni yovuz kuchlarning faollashuv vaqti deb bilishdan kelib chiqqan. Pichoq tig'ni yuqoriga qaratib qo'ymaslik, supurgini tikka qoldirmaslik kabi irimlar ham mavjud. Bu irimlar ortida aslida insonning tartibiga, xavfsizlikka bo'lgan intilish yotadi. Noma'lum qo'rq nazoratni yo'qotishdan cho'chish bu taqiqlarni paydo bo'lishiga sabab bo'lgan. Ular bizni xavflardan ogohlantirishga, jamiyatda ma'lum bir tartibni saqlashga xizmat qilgan. Ammo bu ehtiyotkorlik qachon vasvasaga aylandi? Marosimlar va irimlar ikki tig'li qilichga o'xshaydi. Bir tomondan ular insonga noma'lum xavflar oldida ruhiy xotirjamlik, nazorat hissini beradi. Ular madaniy merosning bir qismi bo'lib, avloddan avlodga o'tib kelayotgan e'tiqodlar tizimini mustahkamlaydi. Ammo ikkinchi tomondan bu e'tiqodlar haddan oshib ketsa, inson doimiy xavotir, vasvasa va paranoyaga yetaklashi mumkin.
Har bir soyadan qo'rqish, har bir tasodifiy hodisada yovuz niyatni ko'rish, bu himoyaning o'zi dahshatga aylangan xavotirdir. Bu yerda biz himoya va xavf o'rtasida nozik chegarani ko'ramiz. Irimlar bizni tashqi xavflardan himoya qilishga intilar ekan, ba'zan o'zimizni ichki qo'rquvlarimizni qurboniga aylanishimiz mumkin. Xulosa qilib aytganda, o'zbek marosimlari va irimlari shunchaki eskirgan an'analar emas, ular bizning madaniy o'zligimizni ajralmas qismi bo'lib, ajdodlarimizning dunyoni tushunishga, xavflardan himoyalanishga bo'lgan intilishlarini aks ettiradi. Ular bizga ma'naviy kuch bag'ishlashi, jamoaviy ongni shakllantirishi mumkin. Ammo ularni tanqidiy ko'z bilan tahlil qilish, ularni psixologik va ijtimoiy ildizlarini anglash muhimdir. Biz nimalardan qo'rqsak, o'sha narsalar bizning qadriyatlarimiz haqida eng ko'p ma'lumot beradi. Sizning hududingizda qanday irimlar va marosimlar mavjud? Ularning ortida qanday ma'nolar yashirilgan deb o'ylaysiz? Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Bu Horror Studios O'zbekiston kanali edi. Obuna bo'ling va o'z madaniyatingizni chuqurroq o'rganishdan qo'rqmang.